To'g'ri ozish, to'g'ri ovqatlanish haqida gaplashamiz. Birinchidan tushunib olaylik. Nima uchun kerak bizlarga to'g'ri ozish, to'g'ri ovqatlanish? Mumkin ba'zilarda ortiqcha vazni yo'qdir, lekin to'g'ri ovqatlanishni bilimlariga ega bo'lmoqchi. O'rtoqlar, inson zoti tabiatda ortiqcha vazni bo'lsa, ochiq tabiatda yashay olmaydi. Tushunyapsizmi? Umuman bizlar nima uchun tug'ilamiz bu hayotga? Kurashish uchun. Tirik qolish uchun kurashishimiz kerak. Bu tabiiy instinkt. Bu hamma mavjudotlarga xos. Inson ham bir jonzot. Uni tirik qolish uchun bizlar kurashishimiz kerak. Kurashish uchun esa ortiqcha vazn bu tabiatda normal emas. Tushunyapsizmi? Siz ortiqcha vazn bilan nima deydi? Agar tabiatda qaraydigan bo'lsak, mana qadim davrlarda, ibtidoiy jamoat tuzumida qabila bo'lib yashagan vaqtlari o'ljani ovlash kerak. Qanday qilib ortiqcha vazn bilan ovlay oladi? Nobud bo'ladi inson. Tushunasizmi? Men uzoqdan olib kelyapman. Bu ortiqcha vazn bu endi to'qlikka sho'xlik. Ya'ni qo'pol qilib aytganda. Oldingi vaqtda agar o'zlaringiz ham mumkin shunaqa hayotda boshdan o'tkazgansiz va hozirgi xalqimizda ham hammasi ham to'kin sochin yashamaydi. Men ko'p eshitganman, kuniga bir marta ovqatlanishgan. Mani bobolarim, momolarim aytishgan, kuniga bir marta ovqatlanishgan. Oyga qanchadir kun yoki bir marta go'shtlik ovqat yeyishgan. Hammasi ozg'in bo'lgan. Hozir to'kin hayot, to'g'ri, endi qiyinchilik bor, boshqasi bor, kreditlar bor, endi gapirsa gap ko'p, lekin ortiqcha vazn nima uchun ko'payapti? Bu to'qlik bu. To'qlikka sho'xlik. Bu to'qlikka oqibati bor buni. Buni javobi bor. Bu o'z-o'zidan silliqqina kechmaydi. Qaniydi hamma to'kin sochin bo'lsa, xohlagani yeb, ichib, maishat bo'lsa, kasallik bo'lmasa, qaniydi deb o'ylashadi. Lekin unaqa bo'lmaydi. Organizm so'raydi. To'g'ri, mana sen maishat qilding, mazza qilib yashading, lekin endi javobini ber deydi. Mana ichkilikdan keyin o'zingiz javob berishingiz mumkin. Mana ichkilikda ertasiga inson o'zini juda ham yomon his qiladi. Nima uchun? Chunki butun energiyani so'rib oldi. Uni qaytib tiklanish uchun, miya tiklanishi uchun, organizm tiklanishi uchun, u joyiga solish uchun qiynaladi. Tushunasizmi? Bu energiya tiklashganda ham, kola, fanta ichganda ham boshda mana yaxshi bo'ladi, dopamin, keyin miya tiklanish uchun bu vaqt ketadi. Tushunasizmi? Ortiqcha vaznda kelib chiqish mexanizmini tushuntiryapman sizga. Birinchi miyadan boshlashimiz kerak, o'rtoqlar. Agar siz miyani fikrlashini o'zgartirmasangiz, siz qaytib bu nima deydi, grabliga bosaverasiz. Qaytib bir-ikki kun motivatsiya bilan bo'ladi. Siz ozaman deysiz, yugurasiz, dieta qilasiz, keyin uni 5 batara bo'ladi. O'z juda ham ko'p sinagansiz buni. Bilasizlarmi? Yaxshi trenerlar, sport bo'yicha trenerlar birdan trenirovkani boshlamaydi. Hech e'tibor bergansiz shunga hayotingizda? Trenirovkani birinchi tushuntiradi. Birinchi miyaga ta'sir qiladi. Nima uchun trenirovka qilyapsan? Senga nima beradi bu trenirovka? Seni hayotdagi, jamiyatdagi o'rning qanday o'zgaradi? Sen sog'lig'ingda qanaqa o'zgarish bo'ladi? O'zingga qanday qilib ishonasan? Tushunasizmi? Hozir sizlarga men tushuntirmoqchi bo'lganim, birinchi navbatda siz o'zingizga juda ham kuchli ishonch bo'lish kerak, o'rtoqlar. Menga ozish bu men tirik qolishim uchun, meni boshda aytganim, men tirik qolishim uchun bu kerak menga. Men ozishim kerak. Menda ortiqcha vazn kerak emas, men sog'lig'imga ta'sir qiladi. Men nafaqat uzoq umr, men aktiv uzoq umr ko'rgim keladi. Men
o'ynab kulib, sayohat qilib, bolalar, nabiralarni oldida o'ynab kulib, futbol o'ynab, ana shunaqa hayotda kechirgim keladi deb o'zingizga motivatsiya bering. Tushunyapsizmi? O'zingizni umuman qo'ymang. 1 kilo ortiqcha vazningiz bormi? 10 kilomi, mumkin 150 kilomi? Siz o'zingizni seving. Tushunyapsizmi? Men chiroyliman. Mana oynaga qarang, tortinmasdan ayting. Men chiroyliman. Men go'zalman. Men juda ham aqlliman. Ortiqcha vaznim bor. Men tan olaman. Men qabul qilaman ushbu informatsiyani. Lekin bu uchun men kurashaman. Kurashaman qiynalib emas. Qiynalish degani bu qo'rquv degani. Qo'rquv degani bu insonning miyasiga qo'rquv degan so'z joylanib bo'ldi. Miya o'zini o'zi himoya qilish jarayonini boshlaydi. Keyin depressiya, tushkunlik, yig'lash, ayollar o'zini kamsitish, mumkin keng jamoatga, do'stlaringizga, yaqinlaringizga siz aytmasingiz-ku, lekin ich-ichingizdan o'zingizni yeysiz. U seziladi u. O'zingiz ko'rgansiz. Seziladi unaqa insonlar. Samatsankasi juda ham past bo'ladi. Unga qanday harakat qilish kerak? Birinchi navbatda o'zingizni juda ham sevishingiz kerak. Men qanday bo'lsam chiroyliman, lekin ko'pchilik xato qiladi. Men qanday bo'lsam meni shundayligicha qabul qilsin. Men shundayman. Men o'zim shunday sevaman. Bo'ldi, men ozmayman. Yo'q, o'rtoqlar. Men tushuntirmoqchi bo'lganim, siz chiroylisiz. Siz juda ham aqllisiz. Lekin sizni sog'lig'ingizga bu ta'sir qilayotganini tushunib yetishingiz kerak. Tushuntirib oldimmi? Qiyinchilik umuman kerak emas. Mana diyetalar, har xil diyetalar bor, ming xil diyeta bor. Umuman qiyinchilik kerak emas. Ozish uchun. Siz ana shu tushunchani olib tashlaysiz miyangizdan. Men qiynalib olishim kerak degan narsa yo'q. Men zavq bilan, motivatsiya bilan mazza qilib ozaman. Men mazza qilib yuraman. Agar qo'lingizga kelsa yuguraman desangiz, mazza qilib yuguraman. Mazza qilib ovqatlarni turli-tuman ovqat iste'mol qilaman. Faqat men hozir aytib tushuntiraman, qanday qilib ovqatlanish kerak, qanday qilib kaloriya sanash kerak. Bularning hammasiga men qiynalmasdan, hayotdan lazzat, zavq olib, hayotda Xudoning bergan har bir kunidan men quvonib ozaman deb inson o'ziga va'da berish kerak. Va'da emas. O'ziga nima desam, so'z ham emas. Men hozir xato aytdim. Mana xato aytdim, va'da emas. Inson tushunib yetib harakat qilish kerak. Chunki endi men qarang, tushuntirmoqchiman. Nima uchun va'da bermaslik kerak, so'z bermaslik kerak, chegaralar qo'ymaslik kerak. 1 oy, 1 yil ozaman, shuncha kilo boshqa. Bu qo'rquv. Buni tubi negizi bu qo'rquv. Siz masalan o'ylab yotasiz, men 1 oy qo'ydim, va'da berib qo'ydim, hammaga va'da berib qo'ydim mana. 5 kiloga ozaman, 10 kiloga ozaman. Lekin u bo'lmasa nima bo'ladi? O'ylayverasiz. Bu o'zingizni orqaga tortasiz. Miya energiyani boshqa yerga yo'naltirishni o'rniga foydali narsaga, shunga yo'naladi. Tushunyapsizmi? Birinchi navbatda miyani energiyasini ekonom qiling. Siz xohlaysizmi yo'qmi, ovqat yeganingizdan keyin energiya paydo bo'ladi. Bu energiyani siz qanday qilib sarflaysiz? Bu miya ham mana bu depressiyaga, o'ylovga ketgan unga energiya sarflaysiz. O'sha energiyani siz yaxshi tarafga sarflang. Tushunyapsizmi? Jismoniy harakatga sarflang. Rivojlanishga sarflang. Chegara qo'ymang. Bitta gap bor, donishmandlarning gapi, ruscha gap. Граница только в небесах deydi. Ya'ni chegara yo'q, osmon va falakda chegara. Chegara qo'ymang o'zingizga. Umuman chegara qo'ymang. Nima uchun siz kimgadir isbotlashingiz kerak? O'zingizga savol bering. Nima uchun siz isbotlashingiz kerak? Siz nima должен birovga yoki sizga birov долженmi? Endi ko'chan tilda aytadigan bo'lsak, siz hech kimga majbur emassiz. Hech kimga isbotlashga majbur emassiz. Siz o'zingizga isbotlang. Isbotlang deganda nima qo'limdan keladi? Hozirgi zamonda gapiring. Hozir men chiroyliman, aqlliman. Men ozaman, men ozdim. Hozirgi zamonda men ozdim, men chiroyliman, bo'ldi. O'ynab kulib yuribman. O'zimni orzu qilgan vaznda o'ynab kulib yuribman deng. Tushunyapsizmi? Bu birinchi dars. Agar shuni o'tmasak, siz bu kaloriyasi, ovqati, yugurishi, bu nima desam, bu 10% da.
agar mana miyani agar tuzilishi, neyrobiologiya, neyrofiziologiya, miyani qanday tuzilgan, qanday qilib miya bilan ishlash kerak. Bu albatta endi uzoq 1 oylik, 3 oylik kurslarda bu to'liqroq aytaman. Mana bu kichkina nimalarga kamroq informatsiya beraman. Miya bilan to'g'ri ishlash kerak o'rtoqlar. Bu zararli odatlarni tashlash, qo'rquv vahimani yengish, ruhiy kasalliklar, umuman kasalliklarni kelib chiqishini hammasini asosan miyaga bog'liq. Asosan. To'g'ri, masalan, onkologik kasalliklar bor, genetik kasalliklar bor, nasliy kasalliklar bor, lekin qolgani miyaga bog'liq. Hattoki ozish ham, ortiqcha vazn ham. Uni orqasidan keyin kelib chiqaveradi. Saqin diabet, yuqori xolesterin, yurak qon tomir sistemasi kasalliklari asoratlari, insult, infarkt, umuman tomirlarda o'zgarishlar, hattoki onkologik kasalliklar, tushunasizmi? Bilasizmi, men aytmoqchi emasman, mana bu infarkt, insultni sababi, yana qaytarib aytyapman, faqat ovqatlanishda yo'q. Nasliy faktor bor va biz bilmagan faktorlar bor. Men tan olib aytaman. Hozir ilmga hali isbotlanmagan faktorlar bor, lekin eng asosiysi mana bu turmush tarzi. Bu faqat yurak kasalida oldini olish emas, bu butun organizmda. Bo'g'imlar, hamma jigar, buyrak, ko'z, bosh miya, hamma, teri, soch, hammasiga ovqatlanishga bog'liq. Chunki ovqatlanish orqali bizlar hamma mineralni, vitaminni, oqsil, yog', uglevod, energiya hammasini ovqatdan olamiz. Boshqa yo'q. Xuddi mana mashinaga benzin qo'yasiz, benzinni ham turi bor-ku. Bu ovqatda ham xuddi shu. Agar yaxshi sifatli ovqatlanmasangiz, sizga yoqilg'i sifatsiz bo'lsa, qo'polroq qilib aytganda, siz albatta ertami kechmi baribir kasal bo'lasiz. Shuning uchun kelishib olamiz, qiynamaymiz o'zimizni. Umuman qiynamaymiz. Endi keyingi darsda men tushuntiraman, qanday qilib kaloriyani kamaytirish. Qanday qilib bunga erishamiz. Bu bor-ku, men tushuntirgandan keyin o'z shunga amin bo'lasiz. Shunaqangi oson bu, shunaqangi oson. Men hozir qiyinlashtirib, murakkablashtirib aytishim mumkin sizga, qiziqtirishim uchun. O'zimni aqlli ko'rsatishim uchun. Lekin o'rtoqlar, bu juda ham oson. Umuman hayotda yashashni o'zi oson. Biz murakkablashtiramiz. Siz nima o'ylaysiz? Men bu yerda juda bir aqlliman, bir ko'p narsani o'qib qo'yganman, boshqa emas. Yo'q, siz o'shani o'zakda negizda tushunib oling, siz mendan zo'r bo'lasiz. Men sizga aniq kafolat beraman. Siz mendan zo'r bo'lasiz. Siz dunyodagi xohlagan ekspertdan zo'r bilishingiz mumkin. Tushunasizmi? Ana shunaqa fikrlang. Men zo'rman deb fikrlang. Xudo xolasa bizlar yutamiz.